Xullas, qarindoshlar, xolamni qizlari ko'rsatishi bo'yicha xolodilligimizda topiladigan barcha sabzavotlarni bir rov cho'pirdan o'tkazib olib, aynan o'shani keyin yarim kilo qiyma bilan yaxshilab aralashtirib, shunaqa xamir ustiga yoyib chiqib pishirib oladigan bo'lsak, shunaqa bay lahmatjo bo'lar ekan, deb qarindoshlar. Uni ustiga pomidor, limonlarni siqib yeydigan bo'lsanglar, o'xsharmikan-a? Deb turib, aynan shu retseptni sinab ko'rish uchun cho'pirni oldim. Albatta, birinchi bo'lib ishni pomidorni 4 bo'lakga bo'lib cho'pirga solishdan boshladim. Pomidorning ustidan piyoz ustidan shunaqa uzun dunganskiy qalampir, anidan keyin shunaqa rang-barang qalampirlar, ko'katlar, aytganimdek shu xolodillikda nima topsanglar hammasini solsanglar bo'lar ekan. Eng asosiysi 4 dona chesnok solishingizdan chiqmasin. Hammasini cho'pirda shunaqa bitta massa bo'lgancha o'tkazib olib, menda faqat sal suyuqroq bo'lib ketibdi. Aynan mana shu massani ustidan yarim kilo qiymani soldim qarindoshlar. Uni ustidan tuz, murchlarni ayamasdan solib, yaxshilab aralashtirishni boshladim. Sezasizlarmi, kundan kunga retseptlarga qo'lim kelishyapti-ya. Anidan keyin tayyor yoyilgan xamirni olib, ustiga hozirgina tayyorlagan massamizni yupqa qilib yoyib chiqdim. Va albatta qizib turgan skavorotkaga solib, qopqog'ini yopib, rosa tez pishar ekan bu janaba. Va nihoyat qarindoshingiz boshlagan lahmatjo tayyor. Eng shirin joyi qarindoshlar, lahmatjoni ustiga pomidor, ko'katlar, ayamasdan limonni suvini siqamiz-de. Xuddi lavash xamirni qanday o'raydigan bo'lsak, shunaqa qilib o'rab, degustatsiyani boshlavardim qarindoshlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Voy buni mazaliligini. Shunaqangi mazali chiqarkan. Bu retseptni albatta uyda sinab ko'ring. Bu ishtaha ochar videoni soat nechida ko'rganingizda kommentariyada yozib ketishingizdan chiqmasin-a.